Assalomu alaykum. 23-qirkuyak 2023 yil biz Chimkent qalasındagi Alash bozordamiz. O yerdagi Navbayxonada Navbayxonaning egasine kelgan edik, жаңағы boshqaruvchisida. Assalomu alaykum Ibrohim. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qaysi bir xizmat sürme degandan keyin jelkangdan surib. Bo'ldi, aytaveramiz. Ibrohim, qalin qalay, yaxshimi? Yaxshi, Alloh shukr. Yenging rahmat bo'lsin. Rahmat Adush. Жаңағы bozorga kelib qimmatlagan бағаларды ko'rsakpa deganmiz ғой, so'g'an o'zingga Navbayxonaga kelib turibmiz. Ibrohim, baho qalay bo'lyapti hozir? Bahasi 110 tengdan boslanadi, har turli qo'y. 110 tengelik bor, 130 tengelik bor. Maloshinonlar 150 tengelik bor. Har turli qo'y. Бағадmi? Salmoqqa qaraydi. Masalan, maloshinonlar sal qimmat. Uni qanchadan olyapsizlar hozir? Uni hozir 12500 tenge so'mga bo'ladir. 12200. Qancha kilo? 50 kilogami? 50 kilo, 12500 dan bo'lyapti. O'sdan bir hafta, 2 hafta burun arzon berdi odan. Sal arzonroq bo'lgan. Endi uni o'sgandan keyin sizlar nanning bahosini qattiq ko'targan jo'qsizlarmi? Yo'q, ko'targan jo'qmiz qattiq. O kezde qanchadan sotib o'tiringizlar nanni? O kezde 100 tenge, 110 tenge bo'lgan, biroq biz gaz qo'ygan jo'qmiz, biroq suv bahasi sotib qo'ydik. Bag'ani sotibsiz. Hozir bag'ani sotamiz. So yengillik bo'lsin deyapti-da klientlarga. O'zingiz foydadan ayirib qolasizmi? Yo'q, xudo xohlasa yaxshi bor inshaalloh. Xudo barakasini bersin, yaxshi. Или buning oldida qattiq qo'yib yurgan. Yo'q, ko'p qo'ymaymiz. Bo'ldi. 7 mingdan 8 mingdan olib yurgan bo'lsan, hozir 12 ming. Endi xudo xohlasa tusib qolishar. Xudodan so'rab. Bo'ldi. Suv degan. Endi qimmat qilsang alda klientlarga ketib qolaman. Klientlarga jalbashadi degan yengillik bo'lsin deyapti-da. So'g'im. Allah razı olsun degan xalqning qamini o'ylayotgan bo'lsa. Bo'ldi. Boshqa bosaring bo'ladi, ne so'raring? Yaxshi bor, normal, Xudoga shukr. Mana timingda ishlaysan qo'y. Bor, yaxshi, xudo xohlasa. Ibrohim. Yo'q, hukumatdan ne so'rar eding? Bag'aning arzondaganmi, uni tushirganmi, ile qo'rqasizmi? Endi bilmaymiz-ku, Xudoning buyurgani bo'ladi-ku, biz bunday deya olmaymiz. Ne bo'lsa bo'lsin desa? Xudoning buyurgani bo'ladi, biz bunday deya olmaymiz. Ne bo'lsa bo'lsin desa. Jaraydi Ibrohimni yolta bermek. Navbayxonaning tushirmash chag'in operator, ko'rsatchi. Buniki o'sha yerda istalib o'tir ekan. Endi nega ana joqda sotayotganlar qimmatroq sotyapti? U yoqda endi har turli bahasi, arzonda bor, qimmatda bor-da. O'zingdan olib ketganda qancha prosent qo'yadi ular shuni? 510 tenge u. 510 tengemi? So'l paket. 100 tengega 110 tengeli 120-130 sotadi buni. 120-130 bo'lsa, ya'ni 20% ga deydi, 110 bo'lsa, жаңағы 10% qo'yib qo'yadi. 10% qo'y. So'g'an qancha 510 tenge. Bir kunda qanchalik go'sht sotiladi bunda? Har turli qo'y, 400, 500, 600, endi savdoga bog'lanadi u. Biz 600 gana sotasizmi bir kunda? Har turli qo'y, endi buyurgan bo'lar. Savdoga qaraydi bozor odam. Savdoga qaraydi. Jaraydi, rahmat. Bo'ldi. Sizlarning bol baxtchan ko'p qo'yib salomat bo'linglar.